Men bitta narsani bildim. Sizni xotiningiz bor ekan-ku. Menga xotiningiz olgan degandingiz. Xotiningiz bo'la turib menga uylanmoqchi bo'lganmidingiz? Gap bu yoqda degin? Xo'p. Mani oilam, xotinim borligini qayerdan eshitding? Eshitdim. O'zim qiziqdim. Chunki kim qo'limni so'rayotganini bilishim kerak edi-ku. Ha. To'g'ri surishtiribsan. To'g'ri eshitibsan. Ha, xotinim bor. Lekin sendan ayrilib qolmaslik uchun bu yolg'onni gapirgandim. Sendan yashirgan edim. Agar bilsang men yashayotgan xotin o'zimga bos emas. 20 yildan beri mana shu azobda yashayman.